Maslahat qilib beradi. Yeterli yo'q. Yo'q, xotin-qiz kelin nomiga olsa bo'ladi. Agar shuni kreditga talab bo'lsa, mana bu mahallaviy bo'limiz bor, har bitta mahallada mahalla agenti bor, mahalla vakili bor, to'rtta mahallada shunga murojaat qilsalar, nima uchun qilish kerakligini aytadi. Resursdan muammo yo'q. Chiqarib beradi. Undan tashqari biznesga ko'mak bor, mahalla loyihasi bor, oilaviy tadbirkorlik qo'shildi. O'ylab ko'ringlar, maslahatlarni murojaat qilsalar beramiz. Qaysi mahalla? Hujjat bergansiz? 10 million desam. Oilaviy tadbirkorlikdan kecha platforma endi Yana ko'rtirmoqchimiz. Asalari bormi? Bor. Yangi boshlayapsiz. Bor.